Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun Toshkent Law Spring xalqaro yuridik forum, ya'ni xalqaro 4-yuridik forumida qanday ro'yxatdan o'tiladi, qanday to'ldiriladi, to'lovlar qanday amalga oshirilishi haqida batafsil videoda tushuntirib o'tamiz. Buni bilmoqchi bo'lsangiz, quyidagicha videoga diqqat bilan e'tibor berishingizni so'raymiz. Birinchi, Toshkent Law Spring sayti orqali kirib olamiz va bu yerdan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. E'tibor beramiz, qachon bo'ladi degan savol 29 va 30 may kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Bu 57 kun qolgan, shunga e'tibor berishlaringiz ham so'raladi. Sababi, agarda joy to'lib qoladigan bo'lsa, qatnasha olmasliklaringiz ham mumkin. Shu sababli ertaroq ro'yxatdan o'tishlaringiz lozim bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va bizga quyidagicha ma'lumotlar kelib chiqadi. Agarda siz rezident bo'lsangiz, mana shu tugma qolishi kerak. Agar rezident bo'lmasangiz, bu tugmani bosib qo'ysangiz, rezident bo'lmaganlar uchun alohida ma'lumotlar kelib chiqadi. Mana bu tugmani bitta bosib qo'yamiz, mana ism, familiya va boshqa ma'lumotlar kerak. Bitta bosib qo'yamiz. Biz, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lganimiz uchun ayni shu bandni kiritamiz va ma'lumotlarni to'ldiramiz. Birinchisi pasport seriyasi va raqami. Va ikkinchisi, diqqat qilamiz, JSHR ma'lumotlarini to'ldirayotganda pasport yoki ID kartada oxirgi ikkita raqamni olib tashlaymizdan orqaga qarab 14 ta raqam sanaydi va o'shandan boshlab kiritamiz. Qidiruv tugmasini bosganimizdan keyin avtomatik tarzda bizning ism, familiyamiz, tug'ilgan yil va fuqarolikka doir barcha ma'lumotlar kelib chiqadi. Endi dastur turi, ya'ni siz qaysi dasturda ishtirok etmoqchisiz va siz uchun qaysilar qiziq. Mana turli xil holatlar keladi. Ya'ni endi siz qaysini xohlaydigan bo'lsangiz, o'shalarni belgilab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Nechtasiga qatnashmoqchisiz va sizga aynan qaysilar qiziq, o'shalarni belgilab o'tasiz. Va faoliyat doirasi. Endi siz ayni qaysi soha tomonidan, ya'ni faoliyat doirangiz qaysi, o'shani belgilab o'tasiz. Siz agar xalqaro tashkilot bo'lsangiz, xalqaro tashkilot bo'limini, ilmiy soha bo'lsa, yuridik bo'limini tanlaysiz. Agarda sizga doir hech qaysi ma'lumot to'g'ri kelmasa, boshqani belgilab qo'yasiz. Va keyingisi, siz ishlaysizmi, ishlamaysizmi? Endi bu yerdagilar ko'pchilik nodavlat notijorat tashkiloti bo'lganligi uchun barcha ishlaydi va endi tashkilot nomi. E'tibor bering, mana shu tashkilot nomi degan joyda siz o'zingizning nodavlat notijorat tashkilotini boshida NNT belgisini qo'yib, keyin tashkilotingizning nomini yozsangiz bo'ladi. Masalan, to'g'ri kelgan bir nomni kiritamiz. Masalan, Toshkent Law Spring. Toshkent Law Spring. Ya'ni mana shu NNT da ishlaysiz va telefon raqamlaringizni keltirasiz. Va diqqat qiling, mana shu yerda elektron pochta kiritilayotganda ayni elektron pochtangizga diqqat bilan e'tibor bering. Xato bo'lmasin va doimiy ishlaydigan raqamingiz, ya'ni emailingiz bo'lsin. Ya'ni bu yerda keltirib o'taman, tagida ham yozib qo'yibdi. Biz sizning taklifnomangizni ushbu elektron pochtaga yuboramiz. Shuning uchun uni to'g'ri kiriting. Ya'ni siz ro'yxatdan o'tib to'lovlarni amalga oshirganingizdan so'ng taklifnoma ayni mana shu elektron pochtangizga kelib tushadi. Shu sababli ayni bu jihatga e'tibor berishingiz so'raladi va shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik berishingiz lozim bo'ladi. Endi e'tibor beradigan yana bitta jihatimiz, ya'ni bu yerda ayni siz taklifnoma berilgandan so'ng sizni shaxsingizni tasdiqlash uchun suratingiz ham kerak bo'ladi. Shu sababli bu yerda rasm yuklaymiz. Rasm yuklayotganda diqqat qilamiz. Quyida yozib qo'ydik. Yuklangan fotosurat asosida ishlovchi bejikli avtomatik ravishda yaratiladi. Ya'ni sizning ma'lumotlaringiz asosida avtomatik bejik yaratiladi. Shu sababli suratingizni bu yerga yuklashingiz kerak bo'ladi. Men o'zimni suratimni bu yerga yuklayman. Mana tayyor. Ayni mana shu suratim orqali menga bejik tayyorlab qo'yiladi. Va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Tasdiqlash tugmasini bosganimizdan so'ng bizga mana shu tarzda invoice keladi. Ya'ni mana Asqar Abdullayev to'lov miqdori har bir kishi uchun 3 million so'mni tashkil qiladi. Buni turli xil holatda to'lashingiz mumkin. Yuridik shaxslar tomonidan to'lov uchun shartnoma, bu bilamiz, buxgalteriya tomonidan to'lab beriladi.
Uzcard orqali yoki xalqaro boshqa kartalar, ya'ni Visa kartalar orqali ham to'lash mumkin bo'ladi. Shuningdek, agarda sizning ilovalaringizda QR kod orqali to'lov amalga oshirish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, ayni QR kod orqali ham to'lovni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, chop etishingiz va yuklab olib, keyinchalik to'lashingiz ham mumkin. Ayni vaqtda to'lash imkoniyatingiz bo'lmasa, shunday qilishingiz mumkin bo'ladi. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng avtomatik tarzda keyin sizga keyingi bosqichga o'tiladi va taklifnoma yuboriladi. Siz taklifnomani elektron pochta orqali qabul qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan qiziqarli va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.